Assalomu alaykum texnika ishqibozlar, hurmatli kuzatuvchilar. Kecha kechqurun Volvo 145 talik texnikamizni sotuvga qo'yganda, Xudo xolisa barakasini qildi. Texnikamiz yili 2012-yil ishlagan motochasilari 17 000 motochasida. Texnika o'ta ideal holatda, tosh qisadigan qayshilargacha bor. Texnikamiz O'zbekistonda ishlagan, motor, korobka, raspretel, nasos hech qayerga kulish tegmagan, masli texnika deydi-ku. O'zbekistonda ishlagan. O'zimizda shunaqasi bor edi. Xudo xolisa barakasini qildi. Andijon Sharqonga olgan odamlarga barakasini bersin, yaxshi puliga chiroyli xizmatlarni qilib bersin. Texnikani ko'rishingiz mumkin, o'ta ideal holatda edi. Ozgina kosmetikalarni bor edi, ularni bitirib Xudo xolisa siraz barakasi bo'ldi. Gidronasoslarni ham ko'rishingiz mumkin. Hali даже ligirovkalarga hali kulish tegmagan. Juda zo'r holatda. Agar kimga shunaqa oldi sotida xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ishini chiroyli bitirib, videolarini qo'yib beramiz. Like bilan obunani bosib ketish esdan chiqmasin. Yaxshilikda xizmat so'ngan odamlarga